İkinci kitap. Tarixi Rəşidinin ikinci dəftəri, kitabның müqəddimesi. Ötkür gözlük danışmanlar, pən parasətlik zirəklərə Muhammed Heydər. Molla Muhammed Niyaz tərcüməsinin bu nüsxəsində Heydər degan isim Sədir deyə köçürülüb qalğan. Parisçe nüsxələr əsasında tüzdüb elindi. İbni Muhammed Hüseyin Körəgan. Allah atamның günahlarını məğfirət qılay. Şundaq ma'lum qiluvdi ki, ko'ngil aynigida hamisha bu xiyolning aks namoyon bo'ladi. Har qachon chehralari nurona ulug' tabarruk kishilar, oliy martabalik va fazilatli musanniflarning izzat hurmat martabasi shu qadar ustunki, aql idroqqa ega bo'lmagan har qanday kishi u martabani anqira olmaydi. Chunki g'urur bo'ronlari va jaholat to'lqinlari aqlsizlik iqinidan iqtidorsizlik sohiliga chiqarib tashlagan bir parcha sopolning fazilat va kamolat daryosi g'uvuslari nazarida qanchalik qadr qimmati bo'lsin. Lekin zaruriyat ehtiyotdan ustun degan hikmatli so'z bor. Ba'zi mo'g'ul podshohlarining ajoyib voqealaridan hayot sahifasida uchur qolmadi. Ularning xaloyiqning ko'ngil xotirasi maydonda izlarimi qolmaslikqa yaqin qoldi. Nazm. Naz etme ey buti chin qolmas bu mulk chin ham, dahri fana medara berbat ancunin ham. Veyranada birur can her çendikim şu turban, baqi emas velikin sultani taxtishin ham. Cem qalmadi cihanda ni xatira Süleyman, qalmas niginde naqshi ketken kabi nigim ham. Bichara-i Hüseyin'den. Bu isim Tehran nəşrida Hüseyin'den deyilgan. Qaldı bu nala hala, qorqunchum ölki qalmas bu naai hazin ham. İlacısız kudretimning yetishicha va fursat yor berishcha Moğol podshohlarining ahvollaridan ishonchlik rivoyatlarni bayon qildim va kitob ichiga kirgizib jumladim. O'tgan zamondagi tarixchilar bir qancha kitob tashnif qilgan bo'lib, Moğolistanning gullagan vaqtlarida fazilat ahli va kamolat egalari noyida ko'p o'tgan ekan. Ehtimol ular tarixlarni yozgan bo'lg'aydi. Ammo 150 yildan ziyodaroq vaqt o'tibdi. U xaloyiqdan asar va yozgan kitoblardan xabarmi yo'q. Balki u shaharlarning ba'zi joylarida munar, tomlar va xarobalarning o'ziga asar qolmabdi. Ba'zi shaharlarda madrasa, masjid peshtaxtlari tosh bilan qo'pirilgan bo'lsa, ularning iznalari saqlanib qoldi. Illa mashallah, faqat Tangrining xolig'ini bo'ladi. Nazm. Yo'q ol joyda odamidan asar, ular holidan yo'q kishida xabar. Demak, Mo'g'ulistonda hech avotlik qolmagan edi. To'li muddatlar o'tgandan keyin Mo'g'ul xalqining hammasi yoqi yurtlarga chiqib ketgan edi. Kamolat va fazilat egalari ular orasida qolmagan. Balki fazilat va kamolatning itimi xaloyiqning esidan butunlay yo'qolgan edi. Misra. Yo'qirdi Kemal Fazliddin namnisha. Bo'libmi Moğollar musulmon bo'lgandan keyin Moğoliston xarob bo'lishdan ilgirki ahvollar haqida tarixiy kitob yo'q. Ba'zi fazilat egalari o'z zamonidagi Mavara-ü-Nahir, Xorason va Iroq podshohlari haqida yozgan tarix kitoblarida faqat shularning maqsadlariga munosabatli bo'lib qolgandila Moğol ahvollaridan xabar bergan. Agar ularning hikoyatiga munosabatli bo'lmasa, sukut qilgan. Masalan, Hoji Rashididdin Fazlullahning Majmuut Tavarix, Haja Hamdullah Mustafining Tarixiy Guzida, Mevlana Sharifiddin Ali Yazdining Zafarnoma, Mevlana Abdurazzoqning Tarixiy Manzuma, Mirza Ulug'bekning Ulus Arbaa qatorliq kitoblarida Mo'g'ul va Jadda podshohlari ahvolidan qisqacha bayonlar bor. Ammo u kitoblarda Mo'g'ul ahvollari to'liq tartib bilan ma'lum bo'lmaydi. Bu kamina Xoruzar bandining kichik vaqtimda qadimkilarning ahvoliga nisbatan havasim bor edi. U vaqtda Mo'g'ul amirlaridan 100 yoshliqlar va uningdan ko'n yoshliqlardan bor edi. Otam Tangri uning qabrisini nurlantirg'ay. Nazm. Otam kim ruhi bo'lg'ay shodu masrur, menga pirona berdi pandi mashhur. Tağam,
Tangri uning gunohlarini mag'firat qilg'ay. Otalaridan va ishonchli kishilarning Mo'g'ul podshohlarining ahvollarini to'liq tartib bilan naql qiladi. Hozir necha muddatlar o'tdi. U zamondagi xalqdan hech kishi qolmabdi. Bu kamina Muhammad Haydarning xotirasiga shundoq kechdiki, Xudo xolsa ishonchli kishilardan eshitgan naqllarni bayon va o'z ko'zim bilan ko'rganlarni ayon qilg'ayman. Ammo nihoyatda iqtidorsizlik va bilimsizligim tufaylidan bu ulug' ishni to'liq ado qila olmasligimdan qo'rqaman. Demak, o'zimni imtihon qilib beqish uchun o'zim ko'rgan va bilgan voqealarni bayon qilishni loyiq ko'rdim. Nazm. Ko'rgili meni turfa mubtala qildi falak. Pamulug'am ranju bala qildi falak. U voqealardan maqsad Mo'g'ul podshohlarining tarixini bayon qilishdan iborat. Shunga bu voqealar to'liq bayon qilinadi. Chunki kamina muallifning ko'p vaqtlarim uning bilan bog'langan. Bütün alamning parvardigori bo'lgan Tangrining yordami bilan bu nusxa tamom bo'lib, ko'rguvchilarning marhamat nazariga va iltifot ko'zlariga musharraf bo'lsa, apu va maqbullik tonlarini kiydirsa, ko'nglimga shodlik, xotiramga aminlik hosil bo'ladi. Endi Tangrining yordami bilan tarixiy asli tarixni bayon qilishga mashg'ul bo'laman. Tarixi Rashidi 2-daftari Kitabının başlanışı 1. bab. 100 yıldan beri Moğol, Özbek ve Çağatay ulusu arasında yüz bergen vakalar. Kamina Muhammed Haydar Köragan tuğulgan günlerde, yani tarixinin Hicriye 905 yılı. Hicriye 905 yılı, miladiye 1999-1500 yıllarga doğru geldi. Zamanın pəzilet egeleri bu vakitte Şahzadai, Başarif ve Nuri Çeşmeşah degan cümleni tarix qilib tepibdi. Moğol podshohlarining davlati ilgirki zamonga ulanib taraqqiy qilmoqda edi. Chunki bu zamonda Moğoliston shahridagilar Qara Xitoy yo'lliq Tayshi qurgan G'arbiy Liao sulolasi Muharrirdan din iborat edi. Sultan Yunusxonning zamonidagidan bekrak avad edi. Chunki u vaqtlarda taxminan tarixning Hijriya 889 yili. Hijriya 889 yili, miladiya 1484 yilga to'g'ri keldi. Bo'lgan chaqlar bo'lsa kerak, Mo'g'ullarning ko'pinchisi shahar va kentlarda emas edi. Yana kelib avadliq yuzini ko'rmagan edi. Misra Guruhi idi chun sabug'i jabal. Demak, u vaqtlarda Shosh yana bir qancha viloyatlar bilan qo'shilib Mo'g'ullarning taxtiga tava bo'ldi. Butkul Mo'g'ulistonning sahro va bayovonlari to'liq ishg'ol qilindi. Buning tafsiloti uzun. Xudo xolisa tarixiy aslida bayon qiling'usi. Yuqorida bayon qilingan tarixdan toki Hijriya 908 yili. Hijriya 908 yili, miladiya 1502-1503 yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan mezgilgacha Mo'g'ul ulusining ahvoli nihoyatda bayashatlik bilan o'tayotdi. Buning tafsiloti shuki, Peqirning ota Muhammad Husayn ko'ragan, uning otasi Muhammad Haydar ko'ragan, uning otasi Ulug' Amir, taxt va qilish egisi bo'lgan Amir Saydali, uning otasi Saydi Ahmad. Bu ism Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu nusxasida Muhammad deb ko'chirilib qolgan Farscha nusxa asosida tuzildi. Uning otasi ikki haram sharifiga muvofiq bo'lgan. Taraqqiyot yo'liga kirgan Amir Xudoydod, uning otasi Amir Bulaji, Tangri bularning hujjatlarini nurli qilgan edi. Amir Bulaji islomga kirgan va ikki olamda qora yuz bo'lish qorong'uligini ularning yuzlarida sajdaning iznasidan nishonlar bor. Qur'on Kerim 48-surat Fatih 29-oyatning bir qismi. Nurga almashtirgan edi. Otam mamlakat va puhralarning boshpanohi, adolat va xayr ihson egisi bo'lmish ulug' xon sulton Mahmud xonning mulozimlik sharifiga muyassar bo'lgan chaqda Sulton Mahmud xon otamni ulug' iltifot va katta inoyatlarga erishtirgan edi. Sultan Mahmud xonning nasabi shuki, Sultan Mahmud xon uning otasi Sultan Yunus xon.
Onun atısı Üveysxan. Onun atısı Şirəli oğlan. Onun atısı Muhammedxan. Onun atısı Xizir Hacaxan. Onun atısı Tuğluq Timurxan. Tangri ularning hüccətlərini nurlandırğaydır. Tuğluq Timurxan dövlətmən padişah olub, Məşriq diyarında kupurluq keçisini İslam quyoshi bilan nurlandırdı. Tarix esilini yezishdan oliy maqsadmi ashu baxit saodatlik Tuğluq Timurxan Tangri uning qabrisini nurlandırğay. Ning hidoyat sharbiga erishgan ajoyib hikoyasini bayon qilishdan iborat. Bu voqealarning tafsiloti xudo xolsa tarixiy aslida to'liq bayon qilingusi. Sultan Mahmudxon otamga shohona iltifot, xoqonlarcha marhamat qilganning ustiga yana otamning ko'raganligining faxrlik liboslari bilan shon sharafga ega qilib, Xubnigar xonim otli qarindishini nikoh qilib bergan edi. Xubnigar xonim Sultan Mahmudxondan yoshda cho'ng edi. Bu nikoh murosimi ehtimol Shosh viloyatida tarixning Hijriya 899-yili. Hijriya 899-yili, milodiya 1493-1494-yillarga to'g'ri keldi. O'tkazilgan edi. Bu nikohdan keyin O'ritepa ismi bilan mashhur bo'lgan O'shtar va O'shna degan bu yer nomi Tehron nashrida O'srishna deyilgan. Viloyatlarni atrofdagi barliq mulkiy ta'alluqlari bilan qo'shib otamga berib, otamni O'ritepaga ruxsat bilan yo'lga sepdim. Otam O'ritepada 9 yil hukumat tutibdi. Bu muddat ichida ko'p voqealar yuz beribdi. Otam O'ritepada hokimiyat ustida o'ltirib 6 yil. Ya'ni Hijriya 905-yili, milodiya 1499-1500-yillarga to'g'ri keldi. Muharrirdan o'tgandan keyin piqib tug'ilgan ekanman. Aql egalariga maxfiy qolmasinki, u asrdagi podshohlarning ahvolining qanday ekanligi va har biri qaysi viloyatda ekanligi qatorliqlar tafsiliy bayon qilinmoqcha bu voqealar to'liq yoritilmagan bo'ladi. Bu davrlarda Farg'ona viloyati Andijon mamlakatining poytaxti edi. Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozmasida xato ko'chirilib qolgan bo'lishi mumkin. Tehron nashrida Andijon Farg'ona viloyatining poytaxti edi deyilgan. Sultan Abu Said Ko'raganning o'g'li Umar Shayx Mirza Ko'ragan vafot bo'lgandan keyin Umar Shayx Mirzaning ikki o'g'li, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur podshoh G'ozi va Jahongir Mirza kichik yoshlik bo'lganlikdan amirlar o'zaro qarshilashib, doim qonliq urushlarni qilib, nurg'un g'alaba va mag'lubiyatlar yuziga chiqib turadi. U voqealarning oxirining ba'zilari bu muxtasarda bayon qilingusi. Samarqand, Buxoro viloyatlarida Boysunqur Mirza ibn Sultan Ali Mirza ibn Sultan Mahmud Ko'ragan ibn Sultan Abu Said Ko'ragan Shohibixon bilan to'liq jangu jidal qilib, oxirlarda g'alaba va mag'lubiyatlar yuz beradi. Shohibixonning otasi Shoh Budaxon, uning otasi Abul Xayrxondir. Shohibixon Xojaxondan qolsa, o'z davridagi hamma podshohlardan ulug'roq edi. Bu voqeami keyin bayon qilingusi. Xorasonda Sultan Husayn Mirza to'liq istiqolayat va buyuklik bilan sultonlik taxtida o'ltiradi. Gohida Sultan Husayn Mirzaning o'g'illari otasiga qarshi chiqib turayotgan bo'lsa-mu, lekin Sultan Husayn Mirza ularga ulug'lik bilan zarba beradi. Iroq mamlakatida Uzun Hasanning o'g'li Sultan Yaqub vafot bo'lgandan keyin shahzodalar kichik bo'lganlik uchun saltanat ishlariga ta'sir etdi. Sultan Shoh Ismoil uning qahri g'azbi olimiga qo'shilgan zahar kabi edi. Isyon qilib, podshohlarning dimoqlaridan dud chiqaribdi. Mamlakat, millat va din ishlari u mamlakatda butunlay yo'qolish girdobiga yuzlandi. Dashti Qipchoqda va Juchi xonning ulusida Burunduq xon, Xanzucha nashrida Barunduk xon deyilgan. U Oq O'rda xonligidagi Kiray xonning o'g'li Muharrirdan bor edi. Tamomiy Juchi naslidan bo'lgan podshohlar uning buyrug'i ostida edi. Ularning odamlarining to'laliqi yomg'ir tomchilardek ko'p edi.
ular bilan Moğollar o'rtasida yuz bergan voqealar zikr qilingusi. Hozir Toshkent ismi bilan mashhur bo'lgan Shosh viloyatida Sulton Mahmudxon bor. Sulton Yunusxon Sulton Mahmudxonning otasi edi. Taki shuning ahvollarini qisqacha bayon qilmoqcha so'z tarbiga tushmaydi. Chunki ko'p voqealar ashu hikoyaga munosabatlik. Ikkinchi bob. Yunusxonning xon bo'lishi, farzandlarining soni haqida qisqacha bayon. Sultan Yunusxon Chag'atay naslidan bo'lgan xonlarning hammasining sardori va ulug'i. Xonlar ichida ko'p ishlarda uning tangdishi yo'q edi. Shu jumladan ilgirgi Chag'atay naslidan bo'lgan xonlarning ko'pinchisi 40 yoshdan o'tmagan. Ba'zi 40 yoshga yetmagan edi. Ammo Sultan Yunusxon 74 yil umr ko'rdi va oxirgi umrida to'vi qilish sharbiga erishib, tariqat yo'liga kirgan edi. U muridlik nisbatini muvaffaqiyat yo'lboshchisi, Tangri dargohining yaqin kishisi Hazrati Nasriddin Abidullah Ihror. Tangri uning sirlarini muqaddas qilg'ay, yetkazib qo'l bergan edi. U zotning farishtalar dargohidan nishon berguchi ostonasida xizmatkorlik dövlatiga erishgan edi. Bu kitobda har qanday joyda Hazrati İşan degan ibora zikr qilinsa, bu dal Hazrati Hoja Ahror Vali uning sirlari muqaddas bo'lganini ko'rsatadi. Sultan Yunusxon shu asrdagi shayxlarning ko'pinchisining suhbatiga erishgan edi. O'zining muborak zotimi shundoq fazilatlar bilan berilgandiki, intayin chiroyli qiroat qilgan qori edi. Savodi roman, tabiati go'zal edi. Mijazi ko'ngilga yiqishliq bo'lib, hamma hunarda komil, husni xat yezish, muammallarning javobini tepish va suratkashlikda tangdassiz odam edi. Mevlana Sharifiddin Ali Yazdining suhbatlariga erishib 12 yil shogirdlik qilgan. To'li musafirlik va g'urbatchilik tortgan edi. Uning safar qilgan voqealari, g'urbatchilik tortgan hodislari, ilm va fazilat egiligining sababi va xalliq taxtiga o'ltirganligining tafsiloti Xudo xolsa tarixiy asrda bayon qilingusi. U go'zal axloq va yiqimliq sifatlar bilan zinatlangan edi. Bunchavala kamolatga ega bo'lganning ustiga yana ulug'liq va aql farosatda tangdossiz, hokimiyat tadbirlarida, shijoat va palvonlikda yegona, xususan o'q etishda o'z davrining birdan bir mohir edi. Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Sultan Yunusxonning 7 farzandi bor edi. Birinchisi Mehri Nigar xonim bo'lib, uni Sultan Ahmad Mirzaga nikoh qilib bergan. Ulardan farzand qolmadi. Ikkinchisi Qutlug' Nigar xonim bo'lib, uni Umar Shayx Mirzaga nikoh qilib bergan. Ulardan 2 farzand qoldi. Uning biri Xonzoda begim bo'lib, hozirgacha poklik pardasi ichida mastura bo'lib turibdi. Yana biri Bobur podshoh bo'lib, jahon uning fazilati va himmatlaridan bahramand bo'lyapti. Buning tafsilotimi tarixiy aslda bayon qilingusi. Bu muxtasarda hozircha qisqacha bayon qildik. 3-chi Xobnigar xonim bo'lib, uni Faqir Muhammad Haydarning otamga nikoh qilib bergan edi. 4-chi Sultan Mahmudxon bo'lib, uning avvallari tövanda bayon qilingusi. 5-chi Sultan Ahmadxon bo'lib, Olixon laqabi bilan shuhrat qozongan edi. Uning ahvollarimi tövanda zikr qilingusi. 6-chi Sultan Nigar xonim bo'lib, uni Mirza Sultan Mahmudga nikoh qilib bergan edi. Uningdan bir farzand qolgan bo'lib, ismi Mirza Xondir. Mirza Xonning o'g'li Sulaymon Shoh hozir Badaxshonda podshohdir. 7-chi Davlat Sulton xonim bo'lib, Toshkent parakandchilik mezgilida Shohbek xonning o'g'li Timur sultonning qo'liga tushgan edi. Uning tafsilotimi zikr qilingusi. 3-chi bob. Yunusxon ishlarining oxiri, farzandlarining ahvollari, Sultan Mahmudxonning xon bo'lganligi va uning ishlariga nuqson yetganligining qisqacha bayoni. Sultan Yunusxon saltanatining dastlabki mezgilida Mo'g'ullar butunlay qadimgi Mo'g'ul odati bilan Mo'g'ulistonda turadi. Shahar va kentlardan bek ehtiyot qilib qochadi. Boshqa xaloyiqlar orasida Mo'g'ulning ko'rinishda musulmon itili bor.
Əməliyyatda o etimi yo'q edi. Bütkül Moğol ahalisini hamma viloyatda boshqa kuparlarga o'xshash qul qilib setishadi. Sultan Yunusxonni ko'rdim. Padişahı mundaq kamil musulmon bo'lsa, uning puhralarini qul qilib setish durust emas degan maktub avatilgan tarixdan keyin islom diyorlarida hech kim Moğol xalqlarini qul sifatida elib satmadi. Demak, Moğol xalqi ana shunday qavm edi. Mərhum xan bu qavm üçün hamma himmatlarini sarf qildi. Bu qavm toki shaharlarda o'ltiraqlashmoqcha hargiz musulmonlikni bajo keltirolmaydi deb nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatdi. Oxir orzu qilgandek bo'ldi. Ashu holatda Sultan Yunusxon Moğol xalqini Toshkentga elib keldi. Ulardan bir munchisining Toshkentga berishga mutlaq ro'yi yo'q edi. Ular xonning kichik o'g'li Ahmad xonni elib qochib Mo'g'ulistonda qoldi. Xon cho'ng o'g'li Mahmud xon bilan birga qolgan Mo'g'ul xalqini elib Toshkentga keldi. Bu voqeaning tafsiloti uzun. Xudo xolisa tarixiy aslida bayon qilingusi. Sultan Yunusxon mamlakatni Sultan Mahmud xonga, jonni Xudovanda Rahmonga topshirib, abadiylik sarayida orom topdi. Moğollarning rasm qoidalari bo'yicha Sultan Mahmud xonni xonlik taxtiga o'ltirg'izdi. Lekin qadimdan qolgan bir odat shuki, varislar otasidan qolgan mol va miroslarning qadr-qimmatini bilmaydi. Shuningga o'xshash Sultan Mahmud xonmi otasidan qolgan ulug' amirlarning qadrini bilmadi. Ularni aziz va tavarruk bilmadi. Shu sababdan saltanat intizomiga ko'p ziyonlar yetdi. Bir top reziller Sultan Mahmud xonga yaqin mahram bo'lib oldi. Ularning nachar fikrlari va noto'g'ri tadbirlari tufaylidan koni do'stlarning hammasi mag'lub bo'ldi. Koni dushmanlar o'zlarini yangi do'st qilib ko'rsatib g'alaba qildi. Oxir ish shu darajaga yetdiki, ularni yo'qotmoqdan, balki o'z mamlakatini muhofazat qilishdan ojiz keldi. Bu xabar Olish xonga yetdi. Gerçi Moğoliston va uning qasri atrofida ham atrofdagi yurtlarda fitna fasodchilarning aytib ko'p bo'lsa-mu, ularga qaramasdan o'z o'rnida cho'ng o'g'li Mansurxonni qo'yib, Olixon o'z aksi Sultan Mahmud xonning xizmatiga ravon bo'ldi. Tarixning Hijriya 909-yili. Hijriya 909-yili, milodiya 1503-1504-yillarga to'g'ri keldi. Bu yilnoma Molla Muhammad Niyazning tarjimasida yuqorqidek e'langan. Parischa nusxada Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida Hijriya 907-yili, milodiya 1501-1502 yillarga to'g'ri keldi deyilgan. Bo'lgan edi. Xonliq osmonining quyoshi bilan ulug'liq ko'kining to'lin iyi sharaf burjida yiqilishib, ikki xon bir-biri bilan ko'rishdi. Bu vaqadan düşmanlarning ko'ngil maydoni larzaga keldi. Xon qadam tashrif qilishdan yarim yil ilgari Peqirning onam bu olamdan oxiratga ko'chgan edi. Onamning 6 farzandining hammasi sut emidigan vaqtida vafot bo'lgan. Ulardan keyin 4 farzand qolgan edi. Ularning har birining ahvoli alohida bayon qilinadi. Peqirning sarguzashtlarim ichida bir ajoyib voqea shuki, sut emidigan vaqtimda ig'ir buvasir kesligiga giribdor bo'libdiman. Tabiblar uningga iloj qilishdan ojiz bo'libdi. Onam mendan ilgari 4 qiz farzand tuqqan ekan. Ey bo'lmabdi. O'g'il farzand talab qilib mozorlarga va shu davrdagi mashoyixlarga to'la nazar qilib, minnatsiz ota qilg'uchi Tangri dargohidan bir o'g'il farzand tilagan ekan. To'la talab va orzu qilgandan keyin Peqir vujudga kelgan ekanman. Shu sababdan ota-onamning menga mehr muhabbati haddidan tashqari edi. Bu vasir kesilim ig'irlashganda ularning hammasi duogo'y ulug'larga iltijo qildi. Hazrati Mevlana Muhammad Qozi, uning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Hazrati Hoji Akrar, uning sirlari muqaddas bo'lg'ay. Ning ulug' suhbatdoshlaridan edi. Hozir nasib silsilasiga ega bo'layotgan hojilar dal shulardir. Köpligen xaloyiq ularning vasitasi bilan ulug'luq silsilasiga erishibdi. Ota-onam Hazrati Mevlana Muhammad Qozining sirlari muqaddas bo'lg'ay ning qadam tashrif qilishini iltimos qildi.
Hazreti Mevlana Kerimlik xislatlarının taqazası bilan u iltimasni qabul qilib bizning uyimizga qadam tashrif qildi. Fikrni u zotning Masiha kabi nazrlariga keltiribdi. Hazreti Mevlana birdam qarab turgandan keyin mundaq debdi: Agar Mirzining farzandi bu holatda ekanligini bilgan bo'lsam, hargiz kelmas edim, deb hech qanday doğru buyurmay chiqib ketibdi. Faqat ozroq parhizla buyuribdi. Lekin u xilvatda Tangri dargohiga yuz keltirib o'ldirgan ekan. Bir saharda xodimlardan birini ota-onamning qishig'iga avatibdi. U avatgan xodimga, Mirziga va xonimga bishoratni yetkazgan. Farzandiga haqiqiy hekim bo'lgan Tangri Taolo o'zining g'oyib do'ruxonasidan sog'lomlik sharbati va hayotlik g'izosi ato qildi debdi. Bu xush xabar ota-onamga yetibdi. Ota-onam darhol Hazreti Mevlana'ning ishkiga berib, nazar niyozlar qilib yenibdi. Shu kuni yaxshilanish alomatlari paydo bo'ldi. Toki bugungacha bovasir keslim qo'zg'alib boqmadi. Bu kasalning qayta qo'zg'almaganligi u Hazratning karomatlaridandir. Gerçi bovasir kesili odamzotning umriga sherik bo'lib yaqin turadigan kasal bo'lsa-mu, shu tarixdan toki oxirgi hayotlarigacha Hazreti Mevlana Fikrning inoyat fardlari va tarbiyat alqonlarida oshkora va maxfiy muhofazat qiladi. Bu ishlarning hammasining tafsiloti o'z navbatida kelganda bayon qilingusi. Vaqtiki onam hayot go'hurni oxirat g'azinchiga topshirdi. Shu kunlarda Buxoro va Samarqandda Shohibixon istilochilik bilan g'alaba qilib, Timuriylar sultonlari mag'lubiyatga yuzlandi. Xususan Babur podshoh xonlarning jiyani edi. U mu shikasta edi. Uningdan keyin Shohibixon itoat va do'stlikni g'urur, isyon va boshqarishga o'zgardi. Takabburlik va ziddiyat nog'rilarni ochiq oshkora chelishga boshladi. Bu holatda Mahmud xonning jur'atsizligidan, Umar Shayx Mirzining mullozimlaridan Sultan Ahmad Tanbal garchi uning zoti Mo'g'ul amirlaridan bo'lsa-mu, ammo Andijonda isyon qilib, qarshilik o'qini sultonlik tarafiga qartib etishga boshladi. Sultan Ahmad Tanbalni bir taraf qilish uchun har ikki xon borgan edi. Sultan Mahmud xon o'z o'g'li Sultan Mahmud sultonni o'z o'rnida dushmanlarga taqobil turishga Toshkentga qo'yib, otamni O'ri tubida Shohibek xonga taqobil turishga qo'ygan edi. Bu dushmanlar bu ikki lashkardan o'tib kelolmas deb gumon qilgan edi. Holbuki Shohibek xon fursatni g'animat bilib, bu ikki xonni hargiz mundoq oz lashkar bilan topolmayman deb Samarqanddan lashkarlar bilan Farg'onaga qarab yurish qildi va yurishda O'ri tubi usti bilan keldi. Xalq ularni O'ri tubini muhozara qilishga keldi deb gumon qilib, shaharni bekitib qala ichini ching saqladi. Shohibek xon namoz degar vaqtida shaharga yaqin bir yerga tushdi. Kecha bo'lganda u manzildan ko'chib intayin tez suratda Farg'onaga yurib ketdi. Ular ketgandan keyin qal'adagi xaloyiqlar ularning Farg'onaga yurib ketganligini jazmlashtirib, bu voqeani xallarga xabar qilish uchun orqama-orqa xabar javatdi. Ammo xabarchilar bilan dushmanlar tangla yetib keldi. Toshkentdagi va O'ri tubidagi lashkarlar harakat qilgudek fursat bo'lmadi. Xallar bilan 15 mingga yaqin lashkar bor edi. Chunki oldingi yili xallar Tanbalning ustiga berib, uni yaxshi adablab qo'yib qaytqashqa, uning kuch quvvati va shon shuhrati qolmagan edi. Shu sababdan xallar uni bu navbat jazman tarmarq bo'ladi deb o'ylab, Babur podshoni hamroh qilib ilib borgan edi. Buningdan maqsad Tanbal qochgandan keyin uning o'rniga Babur podshoni o'ltirg'uzish edi. Xallar texi Andijonga yetmagan edi. U viloyatning mustahkam qal'asidan bir bo'lgan Oqsi qal'asida Tanballik inisi Shayx Bayazid qal'ani saqlab turgan edi. Shu asnoda Shohibek xonning lashkarlari shu qadar tez suratda yetib keldiki, tezlik bilan saf tuzdi. Ham har tarafdan suran cho'qan paydo bo'ldi. Chunki dushmanlarning lashkarlari ko'p edi. Xallarga ojizlik va mag'lubiyat yuzlandi. Misra Mubada dardamg'a shikast uzra shikast bo'lg'ay. Shunda qilib xallarning etikordan chiqdi.
Hammasi düşmanlarining qo'liga asir tushdi. Bobur podsho Farg'onaning janub tarafidagi tog'larga qochib ketdi. Shahibixon Toshkentni qo'lga kirgizib bo'lgandan keyin xonlarga minnatdorlik bildirib, sizlarning yordaminglar bilan g'alabaga erishdim, ham sizlarni qo'lga tushirdim, endi sizlarni o'ltirmay qo'yib beraman dedi. Bu yerda bir amaldorning hikoyati esimga tushib qoldi. Bir amaldordan gunoh sodir bo'lgan ekan, hokim musodara qilish yo'li bilan uningga bir muncha pul jarimani qo'yibdi. U amaldor uni tepib berishga ojiz kepti. Shunga uni qiyin qistoqqa ilib azoblabdi. Buni ko'rgan bir rahim shafqatlik hoja uningga ich og'ritib, u amaldorga qo'yilgan jarimani pulni berib, uni bu azobdan xalos qildi. Uningdan keyin uni uyga ilib berib, ko'p mehribonliklar bilan mehmon qildi. Bir kuni u amaldor o'z o'g'li bilan sirdishayotgan ekan. Hoja tamning kaynida uni anglab o'ltiribdi. O'g'li otasidan hojaning bizga qilgan yaxshilik va mehribonliklarini qanday xizmat bilan qaytaramiz deb so'rabdi. Amaldor o'g'liga, "Ilgirki mansibim qo'limga kelsa, buning chorasi oson" debdi. O'g'li, "Bunchavala zo'r yaxshilikni yondirish qandoqmi oson bo'lsin" deb so'rabdi. Amaldor, "Ilgirki mansibim qo'limga kelsa, hojaga bir gunohni ortib, uningga noiti ko'p mol dunyo jarimani qo'yman. Hoji uni tepib berolmaydi. Men uning ustiga bir rahimsiz zolimni avatib qiyin qista qolaman. Shuningdan keyin u ilojsiz bor yo'qining hammasini beradi. Qolganini nurg'un minnatdorlarni qilib, kechirim qilib, hojani xushal qilaman" debdi. Alqissa, xonlarning asir bo'lganlik xabari Toshkentga yetdi. Sultan Mahmud Sultan xotin bola chaqalarini elib Mo'g'ulistonga badar ketdi. Otam bilan tog'ammu bir muncha kishilar bilan ketdi. Xonlar asirga tushgandan keyin Shahibixon ta mushu vaqtgacha xonlar naslidan bir ayolga nikohlanishni iltimos qilib kelgan edim. Qabul bo'lmadi. Endi buning badliga 3 ayolni nikoh qilib berishinglar kerak deb xonning yuqorida ismi zikr qilingan kichik singlisi Davlat Sulton xonimni o'zining o'g'li Temur Sultonga nikohladi. Yana xonning 2 pok va iffetlik quyosh sifat xonishidan birini o'ziga, yana birini Jonibek Sultonga nikohladi. Shahibixonga nikoh qilingan xonning ismi Oysha Sulton xonim bo'lib, Mo'g'ul xonim laqabi bilan mashhur edi. Jonibek Sultonga mansub qilingan xonishning ismi Qutlug' Nigar xonim edi. Hozir ulardan qolgan farzandlari Mavara'u nahrida saltanat ishlari bilan mashg'uldir. Xonlarning qadim yurtlari Mo'g'uliston edi. Xonlar u yerga bordi. Sultan Ahmadxon kasalga duchor bo'lib, saltanat beg'idan jannat beg'iga yurib ketdi. Bu vaqa tarixning Hijriya 909-yili. Hijriya 909-yilning oxiri, milodiya 1504-yilga to'g'ri keldi. Uning oxirida yuz berdi. Hoji Tajiddin Muhammad ota bobosidan tortib Shayxul Islom haqiqatan aziz, fazilatlik, ulug' zot edi. Faqir kaminaga u zot mundaq naql qilib bergan edi. Xon kasal bo'lgan vaqtda o'zi yolg'iz qolgan paytda uning mundaq dedim. Kishilar og'zida hazratingizga Shahibixon zahar beribdi degan so'zlar tarqalibdi. Agar shundoq gumon bo'lsa, zaharni qaytarish uchun taryak ishlatish lozim bo'ladi. Xon aytdiki, to'g'ri, Shahibixon menga zahar berdi. Bu zahar shuki, zahri shu qadar yuqori darajaga yetdiki, meni va akamni tutdi. Ondan yana ozod qildi. Bu qadar or-nomus va haqorat tufaylidan mushundaq kasalga giribdor bo'ldim. Agar bu zaharga taryak tepilgan bo'lsa, manfaat qilsa kerak. Sultan Ahmadxonning 18 o'g'li bor edi. Hammasidan cho'ngi mansurxon bo'lib, shu kunlardan boshlab toki bugungi kunlargacha, ya'ni hozir tarixning Hijriya 948-yili. Hijriya 948-yili, milodiya 1541-1542-yillarga to'g'ri keldi. Bo'ldi. Otasining yurtiga mustaqil podshohdir. Mansurxonning voqealaridan qanchalik ma'lumotim bo'lsa, hammasi bu kitobda bayon qilingusidir. Ikkinchi o'g'li Iskandar Sulton. U oz muddatdan keyin kasal bilan otasi qishga ketdi. Uchinchi o'g'li Sulton Saidxon. Uning hamma ahvoli bayon qilingusidir.
bu kitobning har qanday yerda yolg'izla xon deyilsa, bu so'z Sultan Saidxonni ko'rsatadi. 4-o'g'li Babachaq Sultan. U taki bugungacha Mansurxonning xizmatida bo'lyotdi. 5-o'g'li Shoh Shayx Muhammad Sultan. Tarixning Hijriya 942-yili. Hijriya 942-yili, milodiya 1534-1536-yillarga to'g'ri keldi. Bu yilnoma Farscha nusxasida, Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida 940-yili, milodiya 1533-1534-yillarga to'g'ri keldi deyilgan. Bo'lganda yer tavrigan edi. Haram xonasi yiqilib, necha farzandlari bilan besilib qazo topdi. 6-o'g'li Sultan Xalil Sultan. Uning ba'zi ahvollari Sultan Saidxonning ahvoli bayon qilinganda zikr qilingusi. 7-o'g'li Amin Xoji Sultan. Uning ahvolimi Sultan Saidxonning ahvollari bayon qilinganda so'zlangusi. 8-o'g'li Chintumur Sultan. U necha muddatlargacha Mansurxonning xizmatida bo'ldi. Oxir qechib xonning qishig'i keldi. Mansurxon talab qilib kishi avatib, elib ketgan bo'lsa-mu, yana qechib keldi. Bu ahvol necha navbat takrorlandi. U oxir qechib Hindistonga berib, Bobur podshohning xizmatida turdi. U yerda noiti yaxshi xizmatlarni qildi. Bobur podshohmi uningga noiti izzat, hurmatlarni qildi. Yuz xotirasini saqladi. Oxir Agrada ishol kesili bilan vafot bo'ldi va shu shaharda dafn qilindi. 9-o'g'li Yusun Timur Sultan. Umu Chintumur Sultonga o'xshash ikki xonning orasida kelib ketib yurib, tanqisliqda qilib, oxiri Qozoq tarafga qochib bordi. U yerdan Tur Qozoq. Xansuchi nashrida Turan deyilgan muharrirdan bordi. U yerda Buxoroga Abaydulloh xonning qishig'i bordi. U yerdan Hindistonga Bobur podshohning xizmatiga bordi. Podshoh uni izzat ikrom bilan kutib oldi. Taki bugungacha Hindistonda turibdi. 10-o'g'li To'xta Bug'a Sultan. U Hindistonga berib kasal bilan olamdan o'tdi. Yana 8 o'g'li kichik vaqtida hammasi kasal bilan vafot bo'lgan edi. Sultan Ahmadxonning 4 qizi bor edi. Birinchisi La Ilshod xonim. Uning e'tibori shu qadar yuqori ediki, go'yo otasining opisidek azizlanadi. Uni Do'g'lat qavmidan Amir Jabarbardining o'g'li Muhammad Amir Mirzaga bergan edi. Olachaxonning hukumatida ulus begilik mansab mutlaq shularga tabadir. Ikkinchisi Mahim xonim. Uni Adik sultonning o'g'li Bo'ylashxonga nikoh qilib bergan edi. Üçüncüsini Kamina Muhammad Haydarga nikoh qilib bergan edi. Uning tafsiloti keyin bayon qilingusi. 4-si Xadicha Sulton xonim. Xansuchi nashrda Xadicha Sulton xonim deyilgan muharrirdan. Sultan Ahmadxon vafot bo'lgandan keyin Mirza Abubakri Oqsuni istilo qildi. Oqsu Sultan Ahmadxonning poytaxti edi. Shu kunlarda Xadicha Sulton xonim Mirza Abubakrining qo'liga tushdi. Uni Mirza Abubakri obdan muhofazat qilib, o'g'li Jahongir Mirzaga elib berdi. Jahongir Mirza qatl qilingandan keyin uni Shoh Muhammad Sultan ibni Muhammad Sultan ibni Sultan Mahmud xonga nikohlab berdi. Bu voqealar keyin bayon qilingusi. 4-bob. Sultan Mahmud xon va uning farzandlarining shahid bo'lganligining qisqacha bayoni. Vaqtiki Sultan Ahmad xon Darul Qaror u olamga safar qildi. Sultan Ahmad xonning tavalligi Xitoy chegarasidan boshlab Turpan, Chalish, Kucha, Oqsu, Uchturpan va Qashqarlargacha bo'lgan joylarning hammasi uningga tava edi. Sultan Mahmud xon bu viloyatlarning hammasini qarindishi Sultan Ahmad xonning farzandlariga berdi. O'zi bir muncha puhrolar bilan birga Mo'g'uliston sahrolarga berib, u yerda 5 yil turdi. Ammo hech ishga kirishmadi. Sultan Mahmud xon davlatining subisini zavolliqqa o'zgartgan uning atrofidagi ashu bir uchum razil odamlar xonni vasvasiga selib, Shohibi xon hazratlariga odamgarchilik va hurmat qiladi. Agar qilmagan taqdirda sizga aralashmaydi. Shu yerga berib xilvatda o'ltirib, oromg'ida rohatda umr o'tkazayli debdi. Tag'am Tangri uningga rahmat qilg'ay, mundaq degan edi.
Sultan Ahmadxon vafot bo'lgandan keyin bir kuni Aqsuda Sultan Mahmudxonning huzurida edim. Xon Aqsuning podshohligidan Toshkentning o'chtigarligi yaxshiroqdir dedi. Men aytdimki, shundoq yaxshiroqdir. Ammo shart shuki, o'chtigarlik qilg'ili qo'ysa. Bu so'zim xonga bekmi ig'ir keldi va noit ranjidi. Demak, u razil paskash odamlar xonni vasvasiga silib, Farg'onaga elib keldi. Shohibexonga bu xabar anglandi. Shohibexon bu kunlarda Ulan Radat Kanda. Bu nom Tarixiy Rashidining Toshkent Ruscha nashrida Radakan va Tuz deyilgan edi. U darhol kishi avatdi va xon bilan Xo'jandda ko'rishdi. Shunda qilib xonni 5 narsida o'g'li bilan billa Xo'jand daryosining levida shehidlik martabasiga yetkazdi. Xonning shehid bo'lgan tarixini Labi Daryoi Xo'jand. Labi Daryoi Xo'jandning harflari vakillik qiladigan sonlar qo'shilganda 914-yilga to'g'ri keldi. Demak, shehid bo'lgan vaqti 914-yilga to'g'ri keldi muharrirdan. Xo'jand daryosi bo'yi degan so'zdan chiqarishdi. Bu vaqamu keyin tafsiliy bayon qiling'usi. Sultan Mahmudxonning 6 o'g'li bor edi. 5 o'g'li otasi bilan birga shehid bo'ldi. Cho'ng o'g'li Sultan Muhammad Sultan edi. Xon Shohibexondan yaxshilik umid kutib, Mo'g'ulistondan menish vaqtida Sultan Mahmud Sultan otasini noiti qattiq to'sgan edi. Xon qabul qilmadi. Sultan Mahmud Sultan ilojisiz otasidan ayrilib Mo'g'ulistonda qolgan edi. Uningga bir qancha hodisalar duch keldi. Uning bayoni Xudo xolsa o'zining tarixida zikr qilingusi. So'zning xulosasi shuki, Sultan Muhammad Sultan Mo'g'ulistonda turolmadi. Ilojisiz Burunduxon va Qosim xonning xizmatida bo'lishni ixtiyor qilib, Dashti Qipchoq tarbiyaga ravon bo'ldi. Mulozimlari Shohibexon Sultan Mahmudxonga yuz xatir qilgandir deb gumonlanganlikdan xato yo'l boshlab Sultan Mahmud Sultonni iziqtirib Toshkentga elib bordi. O'zbeklar unimi Toshkentda otasining yenida u dunyoga yo'lga soldi. Uningdan bir o'g'il qolgan edi. Uning ismi Shoh Muhammadxon Sultandir. Uning ahvoli Sultan Saidxonning zikrida bayon qilingusi.